Halol inson tinch va barqaror jamiyat poydevoridir deyishadi. Aynan diniy qadriyatlarimizda ham korrupsiya holatlari qoralanadi. Ya'ni bu birovning haqqiga xiyonat hisoblanadi. Shunday emasmi? Qur'oni Karim oyatlarida Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham aynan halollikka targ'ib bor. Halollikni aksi bo'lgan harom ishlardan musulmonlarni dinimiz qaytargan. Allah subhanahu wa ta'ala oyat karimada marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ey iymon keltirgan bandalar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemang degan. Nohaq yo'llar deganda mufassirlarimiz aytadiki, nohaq yo'l bu o'g'irlik bilan bo'lsin, tajovuz bilan bo'lsin, aldov yo'li bilan bo'lsin. Yoki bugun aynan biz ko'rib chiqayotgan masala pora berish, ya'ni korrupsion holat bo'lsin, bu nohaq yo'l bilan yeyishga kiradi. Bundan Alloh qaytargan. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aynan pora borasida gapirar ekanlar, pora berganga ham, olganga ham, o'rtada vositachilik qilgan kishiga ham Allohning la'nati bo'lsin degan. Korrupsiya haqida, pora haqida gapirsak, buni la'natlangan ish deymiz. Buni xalqimiz yaxshi tushunib qoldi, alhamdulillah. Lekin la'natning ma'nosini tushunmayapti-da. La'nat yomon narsa. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida qarang, bir kishi tuyasi juda ham bir qo'lga o'rganmasdan odamlarga ozori ko'payib ketganda, senga Allohning la'nati bo'lsin degan ekan, tuyasiga. Shunda Rasulimiz alayhisalom bu tuyadan foydalanma, qo'yib yubor degan ekan. Chunki bunga Allohning la'nati bo'lib qoldi. Bundan endi foydalanib bo'lmaydi degan ekan. O'sha tuyani odam qo'yib yubordi. Sahroda o tuya shunaqangi bir yovvoyi hayvonga aylanib ketdiki, tuya odamlarga ozor berganligi. Hatto ba'zi bir insonlar o'sha tuyadan talofat ko'rganligi rivoyati keladi. Bu Allohning la'nati bo'lishligi, Allohning rahmatidan mahrum bo'lib qolishligini bildiradi. Shuning uchun biz xalqimizga aytamizki, halollikda halovat bor. Halollikda baraka bor. Mayli u mol dunyoyimiz ko'p bo'lmasin. Qanaqadir orzular, qanaqadir bir baland joylarni havas qilish, qanoatni yetishmasligi natijasida ko'p mol dunyo istarmiz, lekin bunda baraka bo'lmasa, buni foydasi bo'lmaydi. Aksincha, oz bo'lsa-da, lekin halol bo'lsa, to'g'rilik bilan qo'lga kiritilgan boylik bo'lsa, bunda baraka bo'ladi. Bevosita halollikka bog'liq. Hatto ibodatlarimizni qabul bo'lishi ham poklikka, bevosita halollikka bog'liq. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, bir kishi uzoq safar qiladi. Safarida shunaqangi bir mashaqqat chekadi. Soch soqoli to'zib ketadi, kiyimlari eskirib ketadi, mashaqqat chekib hajga, umraga boradi. Ka'baga yopishib, Ka'batullohning kisvasini ushab, ya Rob, ya Rob, ya Rob deb duo qiladi. Rasulimiz alayhisalom uni duosi qandaynam ijobat bo'lsin. Yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, qandaynam duosi ijobat bo'lsin degan. Qarang, mashaqqat chekib, hozirgi kundaqa samolyotda osongina hajga, umraga bormagan, safar qilgan, safarida mashaqqat chekkan, taomidan, kiyimidan mosuvo bo'lgan, shuncha qiyinchilik Alloh uchun boryapti. Ka'baga boryapti, Allohning baytida turibdi. Baytullohni yuzma-yuz turibdi, kisvani ushab turibdi, lekin duosi ijobat emas deyaptilar. Yegani, ichgani, kiygani harom bo'lsin. Shuning uchun xalqimizga aytardikki, halol bo'lish kerak. Hatto Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Yo Rasululloh, meni haqqimga duo qiling." Duosi ijobat bo'ladigan zotlardan bo'ladiganlarda taomingni halol qilgin degan. Hayotimiz halovatli bo'lishligini istasak, oxiratimiz saodatli bo'lishligini istasak, halol bo'lishimiz lozim bo'ladi. Bu korrupsiya holatlari, bu kabi illatlar aytib o'tilganidek taraqqiyotimizni demak kushandasi hisoblanadi. Bu narsaga musulmon odam beparvo qarab turmasligi. Bunga qarshi barchamiz birgalikda kurashishimiz kerak. Bu narsani o'sha ustozlarimiz aytib o'tganidek, yoshlikdan har bir oila, har bir ota-ona farzandiga bu nopoklikni, halollikdan uzoq bo'lishlikni, zararli oqibatlarini yoshliklardan tushuntirishlari maqsadga muvofiq.